Mana bu yerda yigitlarga nasihat qilamiz. Sen taqvoyini qilib sabr qilsang, Allohdan so'rasang, uylanish asli qiyin ish emas. Alloh o'zi oyog'ing tagidan chiqaradi. O'zi keladi kerak bo'lsa. Lekin betaqvo bo'lsa, uylanishim kerak deb qayerda bir kanalda xotinlar, qizlar bo'lsa, hammasi bilan gaplashib chiqaversa, unaqa paytda senga qayerdan xotin keladi? Mana biz hozir aytamiz shu qizlarga, yana qiz bola yana ba'zilari yoki men juvonman men deb o'ziga fatvo chiqarib oladi. Qiz bola o'zini o'zi erga bermaydi. Hozir shunaqangi gaplarni eshitamiz biz, endi mana savol javoblarda o'tirib odam yoqa ushlaydi. Nimaga shunaqa darajada o'yin qilishadi dinni, bir otani haqqini? Ota-onani xabari yo'q, qiz bola erga tegib bir-bilan yashab, hatto homilador bo'lib yurgan bo'ladi. Ha, otamiz bilmaydi deydi. Qayerdan tegding desa, ha bittasini vali qildik deydi. Yoki vali shart emas ekan-ku juvonga deydi. Ming xil fatvoni topib oladi. Otang musulmonmisiz? Ha musulmon-ku, lekin ahli tavhid emasda deb boshlaydi. Namoz o'qiymisiz? Ha deydi. Mayada alkash odamdan ham, beva holida ham, katta xotin holida ham, o'sha otasidan da o'zi aqlli bo'lsa ham Hadicha onamiz. Lekin oldidan o'tgan mana bir og'iz o'sha odamni. Ishti mana shunaqangi eshigidan kelish kerak. Tomdan oshib tushirilmaydi. Qarasangiz keyin u axi ham bir mazasini tatib ko'rganda tashab ketgan, qorinini qap yetirib. Endi nima qilay deb yurgan bo'ladi bu uxti. Dadamga qanaqa aytaman deb. Nafs. Mana bunaqa ishlar nafs bilan boshlanadi. Ana shuning uchun shunaqa yomon oqibat bilan tugaydi. Hech Hadicha onamizdagidek bir Alloh uchun bir ixlos bilan bo'lmaydi bu ishlar. Bismillahirrohmanirrohim. Keyingisi nikoh haqida. Nabiy sollallohu alayhi vasallam va sahobalarining nikohdagi sunnatlari. Birinchisi doimgidek Nabiy sollallohu alayhi vasallam siratlaridan. Hadicha onamizga uylanishliklari. Tabaroniy Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu dan keltiradilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam qo'y boqardilar. Ya'ni payg'ambarlikdan oldinda bu. Keyin qo'ydan tuyaga ko'tarildilar, tuya boqdilar ya'ni. Tuyada u kishi va bir sheriklari bor edi. Va ikkalalari Hadicha onamizni singillari yoki opalarini tuyalarini boqdilar. Rasululloh va sheriklari ya'ni. Kiraga boqib beryaptilar. Haq oladilar shuni evaziga. Qarang, mo'min odamga kasb ayb emas. Nabiy sollallohu alayhi vasallam qo'y, tuya boqyaptilar. Keyin safarlarini tugatganlardan keyin, ya'ni ular o'sha tuyalarning ustida tijorat qilganlar-da. Safar degandan maqsad shu. Masalan, bir odam mashina olib taksi qilasiz-ku, shunga o'xshash safarda. O'shanda ularda haligi xotinning ustida haqlari qoldi. Ya'ni Hadicha onamizdalik opasi yoki singlisi ularga to'liq haqqini bermagan hali. Shunda sheriklari ularga borardi-da, Hadicha onamiz singlisiga ulardan so'rardi qarzini. Va o'sha sheriklar Nabiy sollallohu alayhi vasallamga aytar ekan, "Yur sen ham so'ra. Bitta men so'ravermay deganda, bor sen ham so'ra qarzni" degan. Ya'ni pulimizni olaylik, haqqimizni. Rasululloh aytar ekanlarki, "Sen o'zing borib so'raver, men uyalaman" derkanlar. Mana shu Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari qarang. Odam biz bo'lishi yaxshilik emas. Ba'zan masalan shunaqa qilib bola chaqasini ayblaydi-ku, ba'zan xotinlar erini ayblaydi. Qachon bo'lsa og'zingizni ochib o'tiraverasiz? Boring, so'rang pulingizni deydi. Hayo hech qachon yomonlanmaydi. Illo haqdan, ya'ni haqda aytishdan odam tutsa, u hayo emas, ojizlik deyiladi, o'shanda yomonlanadi. Ammo al-haya khayrun kulluhu, la ya'til haya illa bil khayr. Hayoni hammasi yaxshilik degan. Hayo faqat yaxshilikni olib keladi. Odam kimdandir pulini so'ra olmasligi, ishlab qarzini so'ra olmasligi bu yomon narsa emas bu. Andisha bu yaxshilik bu. U bermasa Alloh beradi sizga. Shuning uchun bez bo'lmaslik kerak odam. Bezbet ya'ni. Bezbetlikka undamaslik ham kerak. Farzandlarni boshqani. Mana Nabiy sollallohu alayhi vasallamning xulqi bu qarang. Sheriklari bor, sen ham so'ra desa, uyalaman, sen so'ra deganlar. Keyin bir marta haligi borib so'ragan sheriklari ya'ni haligi xotindan. U xotin aytgan ekan, "Muhammad qayerda?" degan. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam payg'ambar emas hali unda, oddiy kishilar. Haligi sherik aytgan ekanki, "Ha men aytdim unga, bor sen ham so'ra" dedim. U aytayaptiki, uyalarmish. So'ragani. Keyin ana shu gapni eshitgandan keyin Hadicha onamizning opasi yoki singlisi aytgan ekanki, "Men bunaqangi hayosi qattiq odamni ko'rmagandim. Bunaqangi iffatli odamni ko'rmagandim" deb maqtab ketdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va Hadichani o'sha opasini, singlisini yoki nafsiga o'tirib qoldi. Ya'ni bu yerda Hadichani opasini, o'sha singlisini opasiga deyapti ekanda, ya'ni Hadicha onamizga deyapti. Endi arab tilida yozilgani uchun shunaqa chegarlik bo'libdi. Muhimi Hadicha onamiz ham o'sha yerda eshitib o'tirgan bo'lganlar-da buni. Maqsad Hadicha onamizning ko'ngliga o'tirdi bu gaplar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqi ya'ni.
Muhimi keyin ana shunda Hadisha onamiz yoqtirdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. O'zlari va singlisi birgalikda shu Rasulullohni va o'sha yuqoridagi sheriklarini ishlatgan ekanlar-da demak. Keyin Hadisha radhiyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi vasallamga odam jo'natdilar. Aytdilarki, otamga boringda menga sovchi qo'ying dedilar. Mana bu ham ayb emas. Ya'ni faqat o'rnida bo'lsa. Ya'ni bir ayol shunaqa qilib bir insonni yaxshi inson deb bilsa, unga o'zi bir murojaat qilib chiqishligi, albatta bu fitna qilmasdan, eshigidan kelib, masalan, otamga sovchi jo'nat, onamga yoki bir sovchi bo'lib bor deb, eshigidan kelishining yomon joyi yo'q. Ana shuning uchun Hadisha onamiz shunaqa qilyaptilar. Otamga sovchi bo'lib boring dedi. Rasululloh aytdilarki, otangiz bu moli ko'p odam, bu ishni qilmaydi dedilar. Ya'ni Rasululloh kambag'al, yetim bo'lganlar. Hadisha onamiz va otasi bular hammasi puldor odamlar bo'lgan. Shuning uchun mendaqa bir yetim kambag'alga qiz bermaydi otangiz deganlar-da. Ajib qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini shunaqa kam olganlar. Ha, menga kimlar qiz beradi, kimlar meni xotinim bo'lishni orzu qilib yuribdi desalar bo'lar edi. Masalan, Rasululloh yosh yigit, bo'ydoq yigitlar, Hadisha onamiz erdan chiqqan ayol, bolchaqalik ayol bo'lganlar. Yani shunda ham o'zlarini Rasululloh kam olganlar. Endi Alloh shunaqangi o'zini kamtar olgan odamni ko'taradi. O'zini katta olgan odamni tushiradi. Endi mana shu yerda shu Musa alayhisalomning qissasini yana yodingizga keladi-da. Nabiy sallallohu alayhi vasallam siyratiga ana shu o'xshashligi bo'lganligi uchun ham ko'p Qur'onda Musa alayhisalom siyrati zikr qilingan. Musa alayhisalomga ham o'sha qizlar o'zi kelgan-ku, qaynota o'zi murojaat qilib chiqqan keyin. Ya'ni o'sha yordam bergan, uy-joy qilib bergan, qizini bergan. Faqat endi unda solih kishi edi tabiiyki. Musa alayhisalomning qaynotasi, bu yerda hozir Hadisha onamiz otasi bir kofir mushrik odam bo'lgan. Lekin baribir Hadisha onamiz o'zi chiqishligi Musa alayhisalomning oldiga o'zi ayolni kelishligiga o'xshaydi. Fajaat ihdahuma tamshi ala istihya degan-ku. Musoning oldiga o'sha qizlarni bir keldi uyalib degan. Hadisha onamiz mana shunday o'zlari kelyaptilar qarang. Mana bu yerda yigitlarga nasihat qilamiz. Sen taqvoyini qilib sabr qilsang, Allohdan so'rasang, uylanish asli qiyin ish emas. Alloh o'zi oyog'ing tagidan chiqaradi. O'zi keladi kerak bo'lsa. Lekin betaqvo bo'lsa, uylanishim kerak deb qayerda bir kanalda xotinlar, qizlar bo'lsa, hammasi bilan gaplashib chiqaversa, unaqa paytda senga qayerdan xotin keladi? Keyin Hadisha aytdilarki, siz boring, unga yo'liqing, gapiring, men sizga u yog'iga kifoya qilaman degan. Yani ko'ryapsizmi? Demak, erkak odam bir harakat qilish kerak-da baribir. Lekin ayol kishi xususan o'zi chiqayotganda endi men nima deyman deb qarab o'tiravermaydi. U harakat qilsa, u yog'ida ayol ham harakat qiladi, shu bilan bitib ketadi bu ish. Siz boring, gapiring, u yog'ini men kifoya qilaman degan. Va uni mastligida boring. Ana. Endi bu paytlarda kimda aytish mumkin? Aroq harom bo'lsa, aroq birinchidan keyinchalik harom bo'lgan. Ikkinchidan bu odam mushrik kofir o'zi. Bular ya'ni ichganligi shunda ham ichib yurgan bo'lgan o'zi. Buni ichiraylik ataylabdan deyilgan, yo'q o'zi shu ichib o'tirgan paytda shunday borish. Va ichiraylik degan bo'lgan taqdirda ham aytdik, unda aroq harom emas va hali payg'ambarimizga payg'ambarlik kelgan emas. Bugun bir johil odamlar bor-da. Bir odamni kofir desang, unda sen valid zinomisan deydi. Ya'ni bir odam ota-onasini masalan kofir bo'lsa, kofir deydi-da. Kofir odamni musulmon deyishing kerak men otam deb. Yo'q, otang bo'lsa ham kofirni kofir deysan. Ibrohim alayhisalom otalarini kofir deganlar. Endi uning uchun sen valid zino bo'lib qolmaysan. Mana Nabiy sallallohu alayhi vasallam ota-onalari o'zlari kofir bo'lgan. Aytganlar buni hadisda. Va Hadisha onamiz dadalari kofir ichib yotibdi mana. Endi o'shani masligidan foydalanaman. Bu dalilki, demak, bir inson bir ishga erishish uchun o'shanda bir fursatdan foydalanish kerak. Masalan, xursand vaqtida yoki nimadir bir shunaqa vaziyat bo'lib turadi-ku, o'sha fursatdan foydalanib bir nimadandir, nimagadir erishib olish kerak. Rasululloh shunday qildilar. Keldilar uni oldiga, u uylantirib yubordi. Ya'ni Rasulullohga berib yuborgan Hadisha onamizni mast ichib ajrab yotdi, nima deyotganini bilmaydi. Kimdir aytadi, qanday sahih bo'ladi bundan nikoh desa, yana aytyapmiz. Bu yerda hali hech qanaqangi sahih bo'ladi, nosahih bo'ladi degan gaplar yo'q, payg'ambarimizga o'zi hali risolat kelmagan. Keyin baribir chunki rozi bo'lib ketadi hozir keyinchalik. Keyin tongda u majlisiga o'tirdi, Hadisha onamiz dadasi ya'ni. Unga aytilgan, yaxshi qilding sen, Muhammadga qiz berib deyilgan. U aytdiki, men shunday qildimmi dedi. Demak, o'zi bilmagan qarang. Odamlar, ha, kecha Muhammadga qizingni nikohlab yubording-ku deydi. Keyin turib Hadisha onamiz oldiga kirdi. Odamlar aytayaptiki, men Muhammadga nikohlaganmishman seni dedi. Sallallohu alayhi vasallam. Hadisha onamiz shunday dedilar. Endi o'z fikringizni o'zingiz ahmoqqa chiqarmang. Muhammad alayhisalom bunaqa deb u kishini sifatlab ketdilar, hatto rozi bo'ldi u odam.
Ya'ni agar hozir chiqib endi men kecha ichib olib bilmay qilib qo'yibman desa, o'zini o'zi ahmoq qilgan bo'ladi-ku. U arablar mard odamlar bo'lganda bir gapdan qaytishdan uyalishgan ular. Palonchi odam kimsan? Kecha u, bugun bu gapni gapirib yuribdi, bu odamda tuturuq yo'q ekan degan narsadan uyalgan ular. Ana shu joydan tutyapti Xadicha onamiz, qarang. O'zi chiqib fikringizni ahmoqqa chiqarmang, bo'ldi bular ish deb payg'ambarimizni maqtab, yaxshiliklarini zikr qilyaptilar. Oxir rozi bo'ldi. Mana muhimi rozi bo'lishligi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallamga odam jo'natdi Xadicha onamiz. 2 o'qiya jo'natdi. O'qiya kumush va tillalar jo'natdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga moddiy tomondan ham yordam beryapti. O'zi Rasululloh, ya'ni o'zi erkak kishi odatda qizga bunaqa narsalar jo'natadi-ku, ya'ni. Mahar jo'natadi, taqinchoq jo'natadi. Lekin endi Xadicha onamiz farzini qarang. Rasulullohning holatlarini bilganlar, bir odam uyalib, o'zini haqqini so'ramaydilar Rasululloh. Endi birovdan men uylashim kerak deb pul so'raydilar. Aniq bilganlar hech kimdan bunday narsa yordam so'ramaydi. Halol, pok ishlab yuribdilar. Holatlarini bilganlari uchun o'zlari Xadicha onamiz Rasulullohga pul jo'natyaptilar. Nimaga? Mana shundan bir chopon oling va uni menga hadya qiling deyaptilar. Va qo'y olib so'ying, to'y qiling deyaptilar. Endi chopon deyapman, arab tilida chopon deyiladi. Ko'ylak deganida bu. Ayolga ham erkakka ham ishlatilaveradi. Bir rivoyatda chunki otamga hadya qiling deb kelgan, shuning uchun menga hadya qiling degandan aynan Xadicha onamiz o'zlariga sarpo qilgan degan chiqmaydi bundan. Otasiga kiydirgan, chopon kiydirgan deb kelgan. To'n kiydiriladi-yo endi shunaqa. Xullas hammasini o'zlari qilyaptilar-da. To'yda ham, mahrda ham, sarpo salomni ham hammasini o'zlari qilyaptilar. Va palon narsalar oling. Rasululloh shunday qildi. Demak, bu ayb emas. Odam bolasining sayyidi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa uylanganlar. Men yelkam ko'tarmaydi deydi, yuravering unda fahsh munkarni qilib yelkangiz ko'tarmasa. Nima qilibdi yana? Muhimi o'shani ortidan sizni bir tilis qisiq bo'lmasa, muttaham bo'lmasangiz, munkarni sukut qiladigan bo'lmasangiz, keyin o'sha ahlingiz, xotiningizni ahliga bo'ldi. Yana bir rivoyatda keladi: "Vaqtihi g'ayra mukrahin." U mukroh bo'lmagan holda keling unga degan ekan Xadicha onamiz Rasulullohga. Ya'ni mukroh bo'lmagan deganda, mas bo'lmaganda deb keldi-ku yuqoridagi rivoyatda. Bu yerda o'sha mukroh bo'lmaganda deb kelgan ekan. Ya'ni bir siqilib o'tirgan, nimadandir bir g'azab o'tirmagan holda keling. Bu ham yuqorida aytdik, ya'ni kayfiyat choq holatda, nimadir bir xursand holatda keling, ish bitadi o'shanda deganda. Mana bu ham muhim. Bir insonga odam murojaat qilishligida uni holatiga qarash kerak. Jahli chiqib o'tirgan holatda bormaslik kerak. Keyin mana o'sha yuqoridagi ko'ylak haqida aytgan, otamga ko'ylak hadya qiling degan. O'sha yuqorida menga deb kelgan bo'lsa, bu rivoyatda otamga hadya qiling ko'ylak to'nda deb kelgan. Otasiga kiygizganlar. Menga sarpo qilib bering demagan. O'sha menga degan rivoyatdan ham demak otasiga istagan. Chunki hulla deganda odatda o'zi erkaklar kiyadigan chopon nazorat qilinadi-da, ikkita kiyim. Yana Tabaroniy ibn Abbos radhiyallohu anhudan keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xadijani zikr qildilar, ya'ni uylanishdi. Otasi Rasulullohga uni nikohlashdan yuz o'girardi lekin. Ya'ni pisand qilmasdi Rasulullohni kambag'al yetim bola deb. Lekin Xadicha onamiz ovqat qildilar, sharob tayyorladilar. Mana bu yerda Xadicha onamiz o'zi tayyorladi sharobni. Mayda ya'ni. Keyin otasini va bir guruh Quraysh kattalarini chaqirgan. O'zi to'yni boshlab olganlar-da Xadicha onamiz. Dadani xabari yo'q. Endi bu narsa aytayapmiz-ku, ayb emas. Agar odam tushunmayapti, vali nima uchun kerak ayting? Qiz bolaga vali nima uchun ayol kishiga? Uni o'sha solih joyga, yaxshi joyga joylash uchun kerak. Vali o'zidan bir shu ishni qilmasa, mana yeb, ichib yuraversa o'rtoqlari bilan, bu qizni bir kerak joyga turmushga beraylik demasa, bersa ham o'ziga o'xshagan bir alkashga beraman desa, bo'ldi, bu vali ishini qilmayapti. Qiz bola o'zining ishini o'zi ko'rish kerak. Faqat yana aytibman, nafsiz uchun emas. Bitta axini topib olib, o'sha bilan gaplashib, keyin qochib ketib, men bunga targ'ib qilmayapman. Lekin yaxshi bir inson, solih bir inson, haqiqatan odamga o'xshab oila qurish niyatida o'zi keyin bu ishni bir reja qilishi, tadbir qilishligini yomon joyi yo'q. Ana Xadicha onamiz shuni qilyapti, ovqatda ichimlikda aroqni quyaptilar. Otani va Qurayshdagi o'rtoqlarini chaqirib, ularni hammasiga yedirib, ichirib, hammasi hatto mast bo'lib qoldi deb aljirab. Keyin Xadicha onamiz aytganlar otalariga-da, ya'ni Muhammad ibn Abdullah menga sovchi qo'yapti deganlar. O'zi yo'q bu gap qarang. Lekin bu o'zlari sovchi qo'yganliklarini u menga sovchi qo'yapti deb gapirganlar. Bu joiz, yolg'on emas bu. Odamlarning o'rtasini isloh qiladigan kishi yolg'on gapiradigan kishi emas deganlar Rasululloh. Bu ham hozir isloh uchun bo'lyapti. Bu nikoh uchun yolg'on emas bu. Shuning uchun meni unga nikohlaying dedi. Otasi nikohlab yubordi aljirab mas paytida. Endi mana shu yerda ham qarang, Xadicha onamiz baribir axloqini ayol kishini bo'lmasa mana qiz bola emaslar, juvonlar, farzandlari bo'lgan. Shunda ham baribir otasini oldidan o'tyapti. U alkash ota bo'lsa ham. Mana biz hozir aytamiz shu qizlarga, yana qiz bola yana ba'zilari yoki men juvonman men deb o'ziga fatvo chiqarib oladi.
qiz bola o'zini o'zi erga bermaydi. Hozir shunaqangi gaplarni eshitamiz biz endi mana savol javoblarda o'tirib odam yoqa ushlaydi. Nimaga shunaqa darajada o'yin qilishadi dinni, bir otani haqqini? Ota-onani xabari yo'q, qiz bola erga tegib bir-bilan yashab, hatto homilador bo'lib yurgan bo'ladi. Ha, otamiz bilmaydi deydi. Qayerdan tegding desa, ha bittasini valiy qildik deydi. Yoki valiy shart emas ekan-ku juvonga deydi. Ming xil patvoni topib oladi. Ha, otang musulmonmi? Siz ham musulmon-ku, lekin ahli tavhid emasda deb boshlaydi. Namoz o'qiydimi? Siz ha deydi. Mayada alkash odamdan ham, beva holida ham, katta xotin holida ham, o'sha otasidan da o'zi aqlli bo'lsa ham Hadicha onamiz, lekin oldidan o'tgan mana bir og'iz o'sha odamni. Ishni mana shunaqangi eshigidan kelish kerak, tomdan oshib tushirilmaydi. Qarasangiz keyin u axi ham bir mazasini tatib ko'rganda tashab ketgan, qorinni qapaytirib. Endi nima qilay deb yurgan bo'ladi bu uxti. Dadamga qanaqa aytaman deb. Nafs. Mana bunaqa ishlar nafs bilan boshlanadi. Ana shuning uchun shunaqa yomon oqibat bilan tugaydi. Hech Hadicha onamizdagidek bir Alloh uchun bir ixlos bilan bo'lmaydi bu ishlar. Muhimi keyin nikohlab oldi Hadicha onamizni Rasulullohga. Keyin Hadicha onamiz haligi otasiga xoluq surib qo'ydi. Xoluq to'yda suriladigan rang. Kuyovga yoki qaynotalarga, kelinga ham ba'zan shunaqangi ranglar surganda hindlarda ham bo'ladi-ku, narsa arablarga ham kirgan shunaqa urf. To'y ramzi xullas bu rang surish. Keyin haligi hullani kiygizdi, Rasululloh olib keltirgan-ku. O'shani kiygizdi. Choponni ya'ni ular otalariga shunaqa qilardi to'yda deyapti, ya'ni qaynotaga, qudaga shunaqa qilinganda sovg'alar. Keyin xullas haligi tunni kiyib, rang-barang bo'lib uxlagan endi qaynota. Ertalab masligi tayqab, kayfi tarqagandan keyin uyg'onsa, qarasa ustida chopon, hamma yog'i rang-barang. Nima bo'ldi menga degan. Ha, Muhammad ibn Abdullohga nikohladingiz-ku meni dedilar, Hadicha onamiz. Men Abu Tolibni yetimchasiga qiz berdimmi dedi. Ko'ryapsizmi mana qarang. Es-hushi joyida bo'lsa, tushunmagan. Shuning uchun aytamiz, bu otani masxaralash emas, uni o'yin qilish emas. O'zicha bilib bir narsani qilsa yaxshi, bo'lmasa iloji yo'q, sekin aldab qo'yilaveradi ota-onani. Aldab deganda chiroyli uslubda mana shunaqa. Mana Abu Bakr roziyallohu anhu ham hijratda otasini shunday chiroyli uslubda aldab qo'ygan-ku. Asmo qizi toshlarni olib kelib dinor deb. Tushunmagandan nima qilasiz endi? Shunaqa chiroyli qilib bir tushuntirib qo'yiladi-da. Muhimi Hadicha onam shunday dedilar, keyin Hadicha aytdiki, Abu Tolibni yetimchasiga men nikohladimmi? Yo'q, qasamki bunday qilmayman degan. Qaytib qoldi fikridan. Ammo Hadicha onamiz shu yerda ham to'xtatganlar. Uyalmaysizmi deganlar. O'zingizni o'zingiz ahmoqqa chiqarishdan, Qurayshda oldida ertaga keyin mas holida men shuna qilibman deb Qurayshga gapirib yurasizmi? Yani odamlar nima deydi? Bu odam masligida har narsani qilaverar ekanda, endi ertaga qaytib qoladi deydi-ku, deyapti. Ana shu yerdan ushladi. Haligi mard bo'lgan ular dedi-ku. O'sha mardligidan ushlayapti-da, mard bo'lsangiz-chi deyapti. Ana shunday qildi, hatto rozi bo'ldi Hadicha otalari radhiyallohu anhu. Yana Ibn Sa'dda keladi, Nafisa aytadilar, Xodija bint Xuvaylid u pishiq ayol edilar deyapti Hadicha onamiz, ya'ni chidamlik, sharaflik ayol edilar. Ya'ni do'yrak, shijoatli ayol. Alloh u kishiga shuning uchun bir karomatni, yaxshilikni istadi. O'sha kunlarda u kishi Quraysh ayollarining eng afzali edilar deyapti Hadicha onamiz. Biyo bo'lsalar ham, bolalar bo'lsa ham, sharafi eng buyuk, nasabi eng buyuk, eng moli ko'p ayol edilar. Hamma qavmi u kishiga uylanishga haris edi deyapti. Shunga qodir bo'lsam deb yurardi. Sharaf, axloq bo'lgan, mol bo'lgan, nasl nasab. Alloh aytgan mana rasuliga shuni taqdir qilganda. Ular hammasi shu Hadicha onamiz talab qilardi, bor mol mulkini sarflardi. Kim-kimlar yetolmay yurgan ayol bo'lganlar. Keyin o'sha yuqoridagi Nafisa aytadilar, Hadicha meni dasis qilib, ya'ni sovchi qilib jo'natdi Muhammad alayhisolamga. Nabiy sollallohu alayhi vasallam karvondan Shomdan qaytganlardan keyin. Men aytdimki, ey Muhammad, uylanmaysizmi dedim. Rasululloh Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, meni qo'limda uylanadigan narsam yo'q dedilar. Men aytdimki, agar sizga shu narsalar kifoya qilinsa, ya'ni nikoh tashvishlari, siz chiroy, mol, sharaf va yaxshi nomzodga chaqirilsangiz, javob qilasizmi dedim. Kim ekan dedilar Rasululloh. Ya'ni shunaqangi xotin bo'lsa javob qilasizmi deyishyapti-da, chiroyli, moli bor, sharafli, munosib. Kim dedilar? Hadicha dedi. Rasululloh aytdi, qanday qilaman men buni? Ya'ni qanday Hadichaga uylanaman? Chunki kim-kimlar yetolmay yurgan. Va aytdiki, men zimmamda bu yo'q dedi, yuqoridagi sovchida. Rasululloh bo'ldi, shunday qilaman dedilar. Keyin Nafisa aytadi, men borib Hadichaga shuni xabar qildim. Hadicha keyin Rasulullohga odam jo'natdi. Palon-palon vaqtda keling dedi. Keyin amakisiga odam jo'natdi, Amr ibn Asadga nikohlashligi uchun. Keyin yuqoridagi hodisa bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir bo'ldilar. Amakilarning oldiga kirdilar. Ya'ni amakilari bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib yuqoridagi Hadicha onamizning ahlining oldiga kirdilar. Keyin
ahli Hadisha onamizda o'sha ahlidan biri u kishini nikohlab qo'ydi. O'shani Amr ibn Asad aytgan, ya'ni Hadisha onamizni amakilaridan-da tushungan odam bo'lgan ekan endi u. Bu avrat uni burni turtilmaydi degan. Ya'ni arablarda bir odat bo'lgan, zoddor tuyaga agar bir qalang'i tuya sakramoqchi bo'lsa, erkagi uni burnini turtib qo'yishgan. Nari tur, sen sakramaysan bunaqangi tuyaga deb. Lekin zoddor tuya sakrayman desa, burnini turtishmagan. O'shani hozir aytayapti. Bu kishi Nabiy sollallohu alayhi vasallamni aytayapti. Burni turtilmaydi bu odam. Ya'ni mayli nikohlab bunga deb rozi bo'lyapti-da, ya'ni. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda uylandilar, 25 yoshda edilar. Hadisha onamiz esa 40 yoshda edilar. Fil voqeasidan 15 yil oldin tug'ilgandilar. Ya'ni Hadisha onamiz fil voqeasidan 15 yil avval tug'ilganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lsa fil yilida tug'ilganlar. Rasulullohdan 15 yosh katta edilar. Endi mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hadisha onamizning ustiga ayol olmaganliklarining sababi chunki Hadisha onamiz mana shuncha ishni o'zlari qilganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishining bunday rioyasini qilganlar. Maqsad mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hadisha onamizga uylanish qissasi. Endi keyingisi inshaalloh Oysha va Savda radhiyallohu anholarga nikohlanishliklari kelar ekan, inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz. Allohu a'lam.